Hörmətli görürmən dostlar, biz programımız sürətli ilinishdən ilgiri televizor həm tor arqılıq programımız haqqında təşviqat etgan idik. Bugün manımız naq meydan qatnaşqan tomoshabinlarimizdan sırt bizning programmamiz sürətli ilinishdən xəbərdar nurg'ulg'an tomoshabinlarimiz tor arqılıq bizga uchur inkaslarni yo'llab programmamizning muvaffaqiyatli sürətli ilinishiga tilakdoshligini bildiribdi. Endi biz tor arqılıq uchur yo'llayotgan ma'lum bir tomoshabinimizning savoli bilan o'rtoqlashib baqaylik. Bizning ma'lum bir tomoshabinimiz mundaq bir savolni o'tirib qo'yibdi. Ya'ni Abdurahmon apandim, yaxshimisiz? İcadi naqshlar xalq naqshlarining o'rnini bosa olamdi yo'q? Qani bu savolga Abdurahmon apandimni javob berishga taklif qilgan bo'lsak, qani? Marhamat. Rahmat. Men bugun Nava programmamiz aytib qo'shilib qilyapman. Buni program bo'pti. Endi hozir savolga kelsak, naqsha şu ikki cho'ng turga bo'lindi. Birisi xalq naqshlari, birisi ijodiy naqshlar. Xalq naqshlari deganimiz asrlar bilan xalqimiz ijod qilib, avloddan avlodga yetib kelib, hozirgacha biz xalqimiz ichida davomli etib kelinayotgan naqshlar. Buning shunday kelishdagi sabab bu naqshlarimizning nodirligi, uning qurilmasining oddiyligi, ağanlarının şirayetliği, şunun sebepçilik hazırgıça bu naqshlar avloddan avlodga tushib qolmay kelayotidu. Yana bir jihatdan xalq naqshlarini xalq ijod qilgan. Ijodiy naqshlar deganimizda hozirgi zamonda shu yaqinqi asrlardan buyon ijod qilinib kelgan nodir asarlarni ijodiy naqshlar deymiz. Buni ma'lum shaxs o'zining tekst yozish orqali, uning musiqa kirgizish orqali ijod qilib xalqimizga sungan ijodiy naqshlar bo'ldi. Endi ijodkorlarimiz, nurg'un ijodkorlarimiz, masalan 50 yildan buyon nurg'un nodir asarlarni ijod qilib keldi. Buning ba'zilari xalq ichiga singib, xalq naqshi bo'lay deb qoldi. Balkim umi bir necha vaqt o'tgandan keyin o'ziniki vaqti kelganda bu xalq naqshi bo'lib qolishi mumkin. Lekin bizning ijodiy naqshlarimiz, hozirgi zamon naqshlarimiz cho'qim xalq naqshidan ayrilmaydi. Ayrildikan uning umri qisqa bo'lib qoldi. Bugun yaxshi ko'rish mumkin, erta tashib etish mumkin. Shunga eng yaxshisi hozirgi zamon naqshlarini ijod qilayotgan yoshlarimiz cho'qim xalq naqshisini yaxshi o'rganishi, xalqning ichiga cho'kishi, tövenlerge tushib turmuşlarını ko'rishi, bizning o'sha yezi qishloqlarimizga masharaflarni ko'proq ko'rishi, shunday qilib ulardan bir qonun qabul qilib, uni bir yangicha uslub bilan sahna olib chiqsa, menimcha bu to'qim mukammal bo'ldi deb qarayman. Shunga endi qisqa javob bergan vaqtida xalq naqshisining o'rnini hozirgi zamon naqshisi besib ketadi degili bo'lmaydi. Xalq naqshisi hamon mangu u yaltirab turdi. Lekin biz hozirgi zamon naqshlarimizni xalq naqshisiga o'xshash, shunday yaltiraydigan, shunday chaqnab turadigan naqsh qilish uchun hozirgi davrdagi yoshlarimiz nihoyat yaxshi ijod qilyapti. Shularning texmi ko'proq bilim ilib, texmi ko'proq tirishishini umid qilaman. Rahmat. Qarang Qaysar. Xo'sh. Bir naqshi bor. Bu naqsha mayli aytilish jihatdan bo'lamdi, mayli teksti, mayli musiqa jihatdan bo'lamdi, ish qilib har jihatdan menga bek yaraydi. Qaysi naqshida u? Men sizga misrasini deb beray, a? Ma'qul. Sevgi bo'lsa dilda hardam, ko'ksimizga sig'ar olam. Chaqnar ko'ngil osmonida yulduz bo'lib jimi odam. Bildikansiz-ku? Mana bu naqshining bag'ri bakkan. Bu naqshini siz emas, xeyli ko'p tomoshabinlarimiz yaxshi ko'rdi. Shundaq-ku? Bu naqshini Abdulla Abdurim efendim aytgan. Shundaq. Lekin bugungi Nava programmasiga bu naqshini sahar ansambliga yoshlar o'rinlab ketdi. Undaq bo'lsa biz ularni sahnimizga taklif qilaylik. Qani sahnimizga marhamat.